Mahallaga askarash. Toshkentga ketyaptimi? Somsaxonaga sovus qilamanmi? Nimadir chaqdi-da. Qon shirinda, qon. Voy rais, bu Toshkentga ketyapsizmi? Toshkentga ketyaptiman, Toshkentliman, ha? Voy, meni ham olib keting. Bo'ldi, hozir Petakka boraylik, Damas bo'lsa ketamiz Toshkentga. Mashinangiz yo'qmidi? Bo'pti, o'zim yetib olaman. Qorason kasalligi odamning oyog'iga chiqadigan bo'lsa, oyoq kesib tashlanadi. Chunki sabab qorason kasalligi butun tanaga tarqab ketmasligi uchun. Rais, bu Toshkentga ketyapsizmi? Meni olib keting. Biz to'ldikda, sen qambar qassobni oldiga bor, bitta kamiydi. Bor, yugur. 3. Ali, qambar bitta qorason jo'natyapman. Bitta gaplashamiz. Aka, Toshkentgami? Toshkentga lekin to'ldik, orqaga qarab olasiz. Yo'q, mayli, shoshilayotgandim. Chiqing. Ya, Asidim. Mashina chiqmay qoldimi? Mana shu o'tirishingizga bitta shirakni qarash taqib beraman-da. Qimmat butikka kelib qoldimmi deyman-da. Otaxon, ko'nglingiz to'qqini, bizda narsalar qimmat emas. Yuring bu yoqqa. Birinchi ro'z do'konimizda xohlagan narsangizni narxi atigi 59 ming so'mdan. Yo'qmi-yu? Otaxon, turing, bu aksiyamiz 8-iyungacha davom etadi. Sizni bir chiroyli kiyintirib qo'yaman. Turing. Diyorajon, jon qizim, bir shaharga kelib aylanib ketaman degandim dam olib. Shunga iltimos, mahalla-ko'y, qo'ni-qo'shni hech kim bilmasin, xo'pmi?